Assalomu alaykum. Sizlar bilan Dostonbek Rahimov. Xabaringiz bor. Biz Oltiariq tumanidagi 7-maktab direktorlik faoliyati yuzasidan video material e'lon qildik. Mana shu video material e'lon qilinganidan so'ng ko'plab bahsli masalalar yuzaga kela boshladi. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani 7-modda ta'lim maktab direktori To'g'risov Muhammadovich. Hozirgi kunda mana 2026-2027 o'quv yiliga maktabimiz 100% o'quv yiliga tayyorgarlik jarayonida yakunladik. A few moments later. Mana hozir o'qolni qarang. Men necha kundan beri tepashini tozalaylar deb o'qolni qarang. Turishni qarang. Nimaga shu paritkalar ketmaysiz? O'qolni qarang. Nima degan narsa ana o'qolni? Nima bu endi? Na paritga bor, o'z xonada na boshqa bor, na tozalik bor. Meni yonimga birontangiz kirib dars bering deb kirgansiz ko'rmay, o'qolingizni qarang. Hurmatli ustozlar, chiroyli shu yerda xonada dars o'tyapsiz, boshqa qilyapsiz, chiroyli qilib qo'ymaysizmi? Setkalarni o'qolni qarang to'plarda. Zudlik bilan kelib, jo'ja yo'qib qo'ying, hamma o'qiysiz. Telefon qilsa ko'tarmaysiz. Chiroyli qilib ketmaysizlarmi? 7-maktab direktorlik faoliyati umuman 7-maktab atrofidagi bo'layotgan voqelikka o'tishdan oldin bizda kichik ma'lumot bor. Kuzatuvchilarimizning ayrimlari tomonidan bizga yo'llangan xabarda Mamal ism mahallada qo'rqinchli bo'lib qolgani, hatto yosh bolalar ham u ismni eshitganda uyiga qochib kirib ketayotganini ta'kidlashmoqda. Kuzatuvchilarimiz tomonidan bizga aytilgan, ya'ni bolalar mahallada qo'rqib uyiga qochib ketayotgan so'zni Google dan izlashga harakat qilamiz va ma'nosi haqida to'xtalib o'tamiz. Mamal so'zi lotincha mammalis so'zidan kelib chiqqan, uning ma'nosi ko'krak sut bezi deganidir. Bu so'zning ildizi esa mamma, ko'krak so'zidir. Bu kuzatuvchilarimizning ayrimlaridan kelgan xabar edi. Biz ularga ushbu videoda qisqacha bo'lsa ham ma'lumot bera oldik deb o'ylaymiz. Do'stlar, keling biz ushbu 7-maktab direktorlik faoliyatidagi asosiy boshlangan nuqtaga qaytsak. Maktabdagilar bizga ma'lum qilishicha, maktab direktori maktabdagi o'qituvchilarning ustama pullarini bekor qilgan. Shundan so'ng maktabda o'qituvchilar tomonidan direktorning faoliyatiga shubha qilina boshlagan. Ushbu maktab direktori bilan qo'shtirnoq ichida ko'karmasligini tushunib yetgan va ushbu masala yuzasidan yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat qila boshlashgan. Ushbu murojaatlardan so'ng maktab ishchi guruh tomonidan o'rganilgan, maktab direktoriga nisbatan intizomiy jazo choralari qo'llanilgan. Mualliflar har doimgidek sir saqlanmoqda, chunki ular ham adolatsizlikni, shaxsiy adovatni qurboni bo'lishni xohlashmayapti. 7-maktab direktorlik lavozimi haqidagi chiqargan birinchi video materialimizdan so'ng maktab direktori go'yoki obro'sizlanganini iddao qilib, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga bizning ustimizdan shikoyat arizasi kiritibdi. Maktab direktorini obro'sizlantirish uchun vaqtimiz yo'q. Direktorning faoliyatini yuziga oyna qilib tutib berdik. Ha do'stlar, Oltiariq tumanidagi 7-maktab atrofidagi gap so'zlar shu darajada ko'pki, inson ilm dargohida mana shunday holatlar bo'layotganiga ishongisi kelmaydi. Ushbu masala bo'yicha barcha holatlar nazoratga olingan va maktab direktorining faoliyati keskin o'rganilishi bo'yicha bizga va'da berilgan. Biroq bir sabab ushbu masalalarni rivojini to'xtatib turmoqda. Xabaringiz bor, hozir o'qish davri emas, maktab direktorlari ta'tilga yo'l olishgan. Maktab direktori mehnat ta'tilidan qaytganidan so'ng ushbu masalalar albatta qonunda belgilangan tartibda o'rganilib, huquqiy baho berilishi bizga ma'lum qilindi. Har kimning har bir ishda maqsadi bo'lgani kabi, bizning ham bu masalada maqsadimiz aniq.
yangi O'zbekistonda ustozlar xorlanmasligi yoki xo'rlanmasligi kerak.